Instagramda pul topishingiz uchun sizda millionta podpischik bo'lishi shart emas. Mingta bo'lsa ham yetib ortadi. Ko'pchilik o'ylashadiki, podpischkim qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p pul topaman. Ya'ni ko'p podpischik bu ko'p pul degani deb o'ylashadi. Lekin bu xato fikrlikni hozir sizga bitta misol tushuntirib beraman. O'zimda bo'lgan bir holat, bitta proyektimizda ayol blogerga reklama berganmiz. Juda mashhur bir bloger, ko'pchilik tanisa kerak. Lekin ismini aytmayman. Storieslarini ahvati o'sha vaqtda 2014-yilda 100 mingtaga chiqqan edi. U paytda 100 mingta stories ahvat bu просто nereal edi. Reklama berganmiz va bor yo'g'i 7 ta sotuv bo'lgan xolos. 200 ming so'mlik mahsulot 7 ta sotuv bo'lib, 1 million 400 ming so'm, ya'ni $120 bizga sotuv bo'lgan. Ammo biz $500 ga stories qo'yganmiz. Undan keyin 13 mingta podpischiki bor ayol blogerga reklama berib, 20 million so'mlik sotuv qilganmiz. Reklama uchun $100 berganmiz xolos. Demak, siz Instagramda pul topishingiz uchun podpischik emas, balki sizni obunachilaringiz qanchalik sifatli ekanligi muhimroq rol o'ynaydi. Shuning uchun oldingiz hozir. Bu videoni saqlab qo'ying va o'sha Instagramda pul topaman deb yurgan o'qituvchilarga tashlab qo'yinglar va menga obuna bo'lib qo'yinglar.